Здрасте. Можно вас? Здрасте. До дна. Бери корку. Можешь также чили добавить. И снялся. Что с ней, красивая? Baddivishi Simayo Instagram. Dastavkadan ishdan chiqdik kechki soat 12. Hamda bo'lam bilan kecha kunduz ishlaydigan торговый center bor Moskvada, metro kasinoda. O'shanga mayda chuyda olgani ketyapmiz. Hozir shu video davomida ko'rsatamiz. Juda katta joy. Hamma narsa bor. No, только 11 dan keyin hamma joyda alkogol sotmaydi, bir alkogolni ola olmaysiz. Boshqa hamma narsa olsa bo'ladi. Hozir pagoda Moskvada dahshat, bomba. Qiziqarli video bo'ladi degan umiddaman. Oxirigacha ko'rishni tavsiya qilaman. Buni qanday? Ha. Ko'rinmayapman. Yuraversin. To'xtab qoladi. Kechasi bilan ishlaydigan торговый center shu. Endi торговый center ishlamaydi-ku. Просто mana bu Globus degan katta market bor, produktovoy ana shu ishlaydi. Как ashanga o'xshagan. Lekin hamma narsa bor. Yo'q narsani o'zi yo'q. Kiyim desang kiyim. Hozir video davomida ko'rsatib ketamiz. Xudo xohlasa. Aytib katta торговый center. Soat bizda 12 bo'ldi. Yuribmiz biz. Soat qaytib chiqqanimiz 2 bo'ladi. Bugun uxlaymizmi yo'qmi bilmaymiz. Bo'la bilan ketyapmiz. Men aytgan Globusga ham kirib oldik. Ko'rib turganlaringizdek juda katta joy. Yo'q narsani o'zi yo'q bu yerda. Ana kiyim oddellar. Akalarimiz yuribdi. Dichki kiyimlar ekan. Men sherigim qayerga ketdi bo'lajonim. Bo'lam topolmayapman. Yana parfumiya. Hayla. O'zi bo'lajon. Katta tilichka olsa? Deydi. Shunchalik narsa olamizmi o'zi? Mana qorasi kerak edi. Oyoq kiyim endi boramiz. Mana o kassa. Kassa ham bir 10 talar bor. 10 talar kassa bo'lsa kerak. Mana opalarimiz ishlayapti. Yo'da konservator. Bu короче kecha kunduz ishlaydi bu yerda. Mana shu produkti bor. Mana bizga oyoq kiyim kerak edi. Mana 899 mi? Bular bo'lmaydi bizni dastavkaga, ne kelgan. Bizni dastavkaga bo'lmaydi. Uni qachon kiyasan, yozdami? Anaqa etiklar var, mukkilar. Bu bari terlatadi-da bular. Yo'q, lekin bu anoqlik emas ekan, ne? Mexli emas ekan, chiqar ana bunaqa mexli. Bo'ladi deysan. Bu yaxlatadi deysan. Krasov, litni krasov kiyib-ku böyle. Mana undan ko'ra shu yaxshi emasmi? Nima bo'lsa ham mana ular to'shni oyoqdan bo'ladi-da bu. Ham og'ir ekan. Ana bitta qora perchatkada olishimiz kerak, dehqonga o'xshab yurmay. Hozir videoni kamerada olyapmiz. Mana bunaqa kamerada. Ochka. Mana bu yerda kiyimlar. Bir yaxshi krasovka olishim kerak. Boyagi etikdan og'irmi ekan? Yengil ekan, bila ichim ekan. Bu qancha ekan? Biz kambag'allar bu 6 ming ekan. Voy, yillik bermi? Mana ayo 5 ming. Mana shunaqa hamma narsa bor, короче, bu yerda. Hozir narada ko'rib kelak keyin. Ha, olishim kerak, shuni olaman-ku. 2,5 ming. Nima? Jon kerak-ku, jon. Anaqa
Kafshonkalar. Lekin sal kiyimlar qimmat deydi anaqa. 2300. 2300. Mana buni sveti yonmayapti mana unchalik. Mana biz turishimiz, obrazimiz. Achka yarashmas ekan menga. Ya aynan o'sha achka yarashmadi, uni tushunmadim. Mana bu yerda buruk hamma narsa bor. Naski, pastki, turstik deganda. Mana plavka turstiklar ham bor ekan, hamma narsa. Kruizetga ishlaydi mana shu. Uyimizga yaqin joyda bir 200 metr bor. Bular naski past kerak emasmi? Bunday junlik naski olish kerak edi. Yo, naskimiz ham ko'p. Перчатка. Ha, shu perchatkani. Perchatka. Mana. Bular qalini yo'q ekan. Ha, mana. O'tgan shuni olardim bitta, uni ham kesib olardim. Ne barvaq chiqarardik-ku. Ya xohlasang bundan kerak bo'lsa ol, shapka so'rayveradi. Ya. Naskining turi bilan bor, aksiyada bular. Junlik paypoqlarmi nima desa. Anaqa kiyimlar. Prosta kiyimlar qimmatda bu yerda, shunisi yo'q. Ya o'zimiz paxtalik abishdan olib perchatkadan bo'laman. Bu lekin yomon toyatda qoldi telefon. Shunisi bor. Ana shunisi minus. Dastavkada ishlagandan keyin qo'lda ol shapka oldim olsang. Mana anaqa okalarimiz, opalarimiz bor. Ikki o'tirishini qaranglar, oydinlab. Bu svit o'tirmagan. Kimga qanaqa? Kimda qizil kiyadi, kimda oq degandan. Hozir bu yerda sizga texnikalar ham bor, kompyuter hamma narsa. Juda achkamizni zaryad kamayib qoldi-ku. Zaryad to'ldirmabmiz-da. Video to'xtab qolsa shu joyidan xafa bo'lmaysizlar. Keyin zaryad to'ldirib chatka qilaman. Bu yerga endi suv, alkogol, hamma narsa bor bu yerda. Hozir bitta zo'r narsa ko'rsataman sizlarga. Mana aroqlarni qaranglar. Onasini Beluga 4200 necha litrlik ekan? 175. 175 shunday katta vaqa bormi? Voy onalarini sizga. Ichida vaqim bor. Vaqimi ham ko'pda, lekin litr kamda buni. Tushunyapsanmi? Mana bu yerda ham krasovkalar bor ekan. 1 litr 75. Mana hozir krasovka ekan. 2 metr prosesin. Mana shunaqa